Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar. Bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi o'sha tutash hududlarda yo'lda ketayotgan paytimizda bunaqa holatga ko'zimiz tushdi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Batlar qasddan yoqib yuborilgan. Ko'rishingiz mumkin. Endi batlarda qolgan joylarni ham ko'rish mumkin. Mana batlar ham yoqib tozalangan. To'g'ri, tozalik yaxshi narsa. Hozir ko'p joylarda hasar ishlari olib borilyapti. Bulg'ab, ya'ni shuni yoqib, betlarni tozalab davlatga, xalqqa, davlatni foydalanishdagi yerlarni obod qilish umuman keragi yo'q deb hisoblayman. Chunki shuncha mana chiqayotgan tutunlar mana bu ekologiyani bevosita faqatgina zarar yetkazadi, foyda keltirmaydi. Lekin Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi mana katta yo'l Toshkent mana Farg'ona tutash hududiga qo'ygan. Ya'ni mana 50 metrdan keyin, ya'ni 3 ko'cha keladi. Shu hududda mana shu ahvol mana yonib yotibdi. Shuning uchun mas'ullardan bu holatlar bo'yicha o'rganib chiqib, bu yonish ishlarini amalga oshirgan, bunda bevosita ishtirok etganlarga qonuniy chora ko'radigan bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.